Malohat ismini ortida shunchaki go'zallik emas, balki qalbning sehrli magnit kuchi yashirin ekanini bilarmidingiz? Bu ism arab tilidan olingan bo'lib, latofat, shirinlik va o'ziga rom etuvchi joziba degan ma'nolarni anglatadi. Bu shunchaki yuzdagi husn emas, balki insonning ichki nuridir. Malohat ismli ayollar tabiatan yuksak estetik did sohibalaridir. Ular har qanday vaziyatda ham nafosatni saqlab qola oladigan to'ma diplomatlardir. Ularning qalbi o'ta sezgir bo'lib, atrofdagilarning og'riqlarni o'zinikidek his qila oladilar. Shu sababli ham ular bilan suhbatlashgan inson ruhiy taskin topadi. Lekin bir sir bor. Malohatlar tashqi tomondan juda ham yumshoq ko'rinsalarda, ichki irodasi po'latdan mustahkam. Ular o'z dardlarini tabassum ortiga yashirishsa-da haqiqiy mahorat egasidir. Aziz Malohatxon, siz dunyoni bezab turgan nafosat timsolisiz. Ushbu videoni o'zingizning samimiy jozibasi bilan qalblarni zabt etgan Malohat ismli yaqiningizga yuboring.